Qachondan boshlab ruslar biz, Turkiston xalqini churkalar, yerimizni esa Churkiston deb atay boshladi. Masalan, men bu O'rta Osiyo xalqlari uchun ruslar tomonidan aytiladigan yangi bir ibora deb o'ylar edim. Ammo Tog'ay Murodning Otamdan qolgan dallar asarini o'qib bo'lib shuni tushundimki, bu iboraning tarixi o'tgan asrning boshlariga borib taqalar ekan. Bugun biz shu asar haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Ismim Shamsiddin. Hozirda Janubiy Koreya Respublikasida yashayman va Xudo xohlasa, bugun sizlarga o'zimning YouTube'dagi ushbu yangi sahifamda Tog'ay Murodning Otamdan qolgan dallar asarini tahlil qilib beraman. Bu video darslarimning birinchi soni va men bu tahlillar sonini 1000 taga yetkazmoqchiman. Kitobni faqat o'qibgina qolmay, o'zim o'rgangan narsalarimni birovlarga ulashni ham niyat qilgan holda ushbu ishga qo'l urdim. Iltimos, ushbu ishimiz boshqalarga ham yetib borishi uchun videoga like bosing, izoh yozing va yaqinlaringizga ham ulashing. Bo'lmasa, biz boshladik. Ushbu kitob 1994-yilda yozilgan bo'lib, Tog'ay Murodning eng mashhur asarlaridan biri hisoblanadi. Unda o'zbek xalqining bosqinchi Rus imperiyasi tomonidan qadrsizlanishi, kunni kun, tunni tun demasdan paxta maydonlarida ishlagan xalqning boqimanda deya taqdirlanishi haqida so'z boradi. Endi tasavvur qiling. Farg'ona vodiysidagi dallardan birida tinchgina mehnat qilib yuribsiz. Va shu paytda yerlaringizni bosib olishga kelgan bosqinchilar sizdan o'z yeringizni tortib, xalq orasida ularga qarshi kurashganlarni bosmachiga chiqaradigan propagandani boshlashdi. Asar boshi taxminan mana shunga o'xshash voqealar haqida. Asarning bosh qahramoni mehnatkash va sodda o'zbek xalqini o'zida mujassam etgan Dehqonquldir. Ha, Dehqonqul. Menimcha yozuvchi qasddan shu nomni bosh qahramon uchun tanlagan. Uning ota va bobosi farg'onalik bo'lishiga qaramasdan, u yerdagi zulmlar sababli Dehqonqul va uning otasi Aqrab Voha Surxondaryoga ko'chib ketishga majbur bo'ladilar. Asarning asosiy taxminan 70% dala hayot haqida ketadi va tabiiyki, bu narsa ko'plab Z avlod yoshlarini o'qish davomida zeriktirib, yo'inki uxlatib qo'yishi mumkin. Ammo aynan o'sha qolgan 30% qismi esa aynan yozuvchi aytmoqchi bo'lgan nuqtalarni o'z ichiga oladi. Meni ko'zimga yosh olishga sabab bo'lgan voqea bu. Dehqonqul yosh bola bo'lganida uning otasi Aqrab qizillarga qarshi kurashish uchun Ibrohimbek Qo'rboshi boshchiligidagi guruhga qo'shilib, sotqinlar ko'rib, ruslarga tutib bermasin deya bir necha kun deganda tunda bir uyga kelib ketgani va ayoliga o'zlari haqida aytib berganda ayoli u guruhni bosmachilar deb atagani bo'ldi. Tushunyapsizlarmi? Siz o'z yurtingizni himoya qilish uchun shaylanasiz, bosqinchilarga qarshi turasiz va o'sha bosqinchilarning o'zi sizni bosmachiga chiqarib, xalq orasida shunday yolg'on axborot tarqatadi. Bu haqiqiy hayotda bo'lgan voqealarga asoslangan albatta. Ushbu asarda yana kattalar nima desa, u to'g'ri yoki noto'g'rimi, mantiqqa to'g'ri keladimi yoki yo'qmi, bularga tupurgan holda buyruqni so'zsiz bajaradigan manqurt kimsalar tasvirlanadi. Shu sababli Dehqonqul ekin ko'karmaydigan oq tuproq yerga dehqonchilikdan umuman xabari yo'q raykom sekretari Klara Xo'jayevaning buyrug'i bilan paxta ekadi va natijada hech qanday hosil ola olmaydi. Kitobda yozuvchi xalqimizning shu darajada qiynalgani va dala ishdan bo'shamaganini tasvirlab beradiki, unda ayollar kunduz vaqt topa olmay, hattoki tunda non yopishadi. Bu qiyinchiliklar natijasida 2 yilda 750 nafar ayol o'ziga o't qo'ygani ham davr qanchalar og'ir va alamli bo'lganining isbotidir. Dehqonqulning xotini ham hammasi joniga tekkandan o'ziga o't qo'yib yuboradi. Buni eshitgan kattalar esa xotinini telbaga chiqarib, bu ishni u tentakligi sabab qildi deb bosti qilib yuborishadi. Odamlar shu darajada manqurt bo'lib qolgan bo'lishadiki, buni Tog'ay Murod, Dehqonqul, hattoki xotini kuyib o'lib qolganda ham paxta ishi tufayli nohaq qamalganda ham erta-indin paxta terimiga yetib borish haqida o'ylab yurishini tasvirlagani ko'rsatib beradi. Xulosa qilib aytganda, qizillar bostirib kirgan mahal o'zbek xalqining qay usulda hayot kechirgani haqida ko'proq tushunchalarga ega bo'lishni xohlasangiz, ushbu kitobni o'qib chiqing. Shunday qilib, birinchi kitob tahlilimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kitobdan ko'proq iqtiboslarga ega bo'lish uchun mening Instagram va Telegram kanallarimga a'zo bo'linglar. Xayr, sog' omon bo'ling. Assalomu alaykum.